Sut bezi kasalligi bo'yicha giyohlarni ichyapsiz. Necha kun bo'ldi kelganingizga? 17 kun. Natija bormi, yo'qmi? Natija bor, Xudoga shukr, yaxshi qoldim. Ko'krak bezi bor edi. Xudoga shukr, yaxshi qoldim. Mana shu giyohlar muolajalarini qilib, mashmajalarda qilib, malhamlarni qo'yib, chaplamalarni qo'yib. Kimyo olmaganmisiz? Yo'q, olmadim. Diyabetizam olmadim, kimyo olmadim. Xudoga shukr, yaxshi qoldim. Xudoga shukr. Mana sizga o'xshagan onamlarchi, mana shu sut bezi kasalliklari misol uchunda mana shu joyga kelib, tabiiy giyohlarni ichib, lecheniya olsa bo'lar ekanmi? Ha, bo'lar ekan. Haligi men o'z Qirg'izistondan kelganman, Toshkentdan. Endi hammaga tavsiya qilaman, kelib davolanishni xohlayman. Men ancha bu og'riq bilan 6 yil yurdimda. Anchalar davolanib yurdim. Onkologiyada yurdim. Sizlarni internetdan ko'rib keldim. Xudoga shukr, mazza davolandim. 1 oyga yotdik. Bugun 16 kun bo'ldi. Xudoga shukr, zo'r. Xudo xohlasa zo'r o'tib qolasiz. Og'riqlar qo'yib yubordimi? Og'riqlarim qo'yib yubordim. Mana giyohlaringizni ko'rsataveraymi? Ha, ko'rsatavering. Xorijga shukr. O'rtoqlar, mana Murodov tabobat klinikasi 2 asrlik tarixga ega. Hozirda tabiblar davomchisi Yulduzxon G'ayibullayeva o'zlarining retseptlari asosida mana shu termizlarga giyohlarni damlab berishadi. Sizlarda ham giyoh hammada birlasha. Onam bilan qaranglar, duo qilib qo'yasizlar. Manzilni yozing, lokatsiyalarni tashlab beraman. Sog'liklar bo'lsa, ekranga nomer telefon qilaverasizlar. Bitta like bilan qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar.